Assalomu alaykum, hurmatli auditoriya qatnashchilari, obunachilari. Bugun men Robiyeva Zevar Gadayna sizlar bilan olib boriladigan suhbatim gelmintozlar to'g'risida bo'ladi. Gelmintozlar, ya'ni gijja kasalliklari odam organizmida yashab parazitlik qiladigan qurtlar haqida bo'ladi. Bugungi kunda bolalarimiz o'rtasida qurtlar juda ko'p. Ayniqsa asrisalar, askaridozlar, exinokokozlar, qoramol va cho'chqa solitorlari, pakana va serbar gijjalar juda bolalarimizga tez uchrab turibdi. Shulardan biri men bugun sizlar bilan asrisalar to'g'risida suhbat olib boraman. Keyingi auditoriyamizni kuzatib borsangiz agar askaridoz to'g'risida, exinokokoz to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz va ularni yuqish yo'llari, ularning oldini olish to'g'risida sizlar bilan albatta suhbat olib boraman. Bugungi olib boriladigan mavzumiz hozir aytib o'tganimdek asrisalar to'g'risida bo'ladi. Asrisalar bolalar organizmida har xil yo'llar bilan yuqadi. Misol uchun insonning yashash sharoitining sanitariya jihatidan qoniqarsizligi, sanitariya qoidalariga rioya qilmasligi va tabiiy omillar sabab bo'ladi. Bunga ko'pincha qaynatilmagan suvlar, chang, sabzavotlar, mevalar va xomligicha yeyilgan mahsulotlardan bolalarga yuqadi. Demak, bularda onalarimizni tibbiy bilim darajalari yuqori bo'lishi kerak va oilada tibbiy madaniyat yuqori bo'lishi kerak. Har bir bola uchun butun oila mas'ul bo'lishi kerak. Shu sababli har bir insonni o'zini tibbiy madaniyati baland bo'lishi kerak. Rejaga albatta bola uchun yaxshi sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Yaxshi sharoit deganda biz nimani tushunamiz? Albatta yuvinish xonasi, hojatxona va oshxona kiradi. Albatta bolalar uchun yuvinish xonalari har bir xonadonda bo'lishi kerak. Bugungi kunda hojatxonalar zamonaviy hojatxonalar, ya'ni unitaz va kanalizatsiyaga ulangan bo'lishi kerak. Ayrim joylarda ko'ramiz, chekka qishloqlarda hali ham axlatlari yig'ilib qoladigan va unga chivin qo'nadigan hojatxonalar mavjud. Bu farzandlar uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Demak, asrisalar bolalarni organizmida, ya'ni a'zo va to'qimalarida me'da, ichak yo'li, o'pka, jigar, qon, markaziy asab tizimi, muskullar va suyaklarda uchrab turadi. Bular bitta, ikkita uchrashi mumkin. Ayrim vaqtga bir nechta, lekin juda vaqtida minglarcha bular bir bolaning organizmida uchrashi mumkin. Ayrim hollarda bitta o'sha gijja kasalligini, gijja turlarini bir nechta turlari bir xil vaqtda bitta organizmda uchraydi. Bu juda ham xavfli hisoblanadi. Bu qurtlar parazitlik qilib bolalarni jismoniy o'sishdan ham, aqliy o'sishdan ham, rivojlanishdan ham orqaga qoldiradi va ularning immun tizimlariga zarar qilib, immunitetlarini pasaytirib, bolani tez kasal bo'lib turishiga sabab bo'ladi. Asrisalar bolalarning organizmida o'lib o'zidan toksin ishlab chiqarib, bolalarda allergen ta'sir qiladi. Ularda badanda toshmalar to'shib, badanlarni qichishiga sabab bo'ladi. Va shu sababli bolalarda yana qo'shimcha kasalliklar qo'shilib, bolani kunda kasal bo'lishiga ham shu qurtlar sabab bo'ladi. Asrisalar bolalarda yo'g'on ichaklarida, ko'richakda hamda chambar ichaklarida parazitlik qiladi. Ularning urg'ochilari tuxum qo'yadi va orqa chiqaruv teshigidan kelib anal teshigi atrofida o'zini urug'ini qo'yish uchun o'rmalab chiqadi. Ayniqsa bolalar kechasi yotgan vaqtida tinch holatida ular anal teshigida urug' qo'yish uchun o'rmalab chiqadi va bolada qichish hosil qiladi. Mana shunday paytda bolani uyqulari buziladi. Bola o'sha to'r ichak atrofi anal teshiklarini qichishga majbur bo'ladi. O'sha paytda urg'ochi asrisalar o'zidan eng yomon xususiyati, o'zidan maxsus
modda ishlab chiqaradida, o'sha maxsus moddasi bilan o'sha o'zidan ajratgan tuxumini anal teshigida yopishtiradi. Bu juda ham xavfli hisoblanadi. Bolalar agar tirnoqlari o'sgan bo'lsa va o'sha qashish natijasida o'sha tirnoqlar ostida o'sha aktrisa qo'yilgan tuxumlar yo'qadida, bola ertalab turib agar qo'l yuzini sovunlab yuvmasa, onalarimiz shu shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmasa, bolalar o'z-o'zidan o'rin to'shagidan ham, idish tovoqlaridan ham va o'sha qo'llari tirnoqlaridan ham o'z-o'ziga yuqtirib va bitta ikkita bo'lgan aktrisalar yana ko'payib ketib, keyin tinimsiz o'sha qishishlarga sabab bo'ladi. Demak, ular o'sha aktrisalar tuxum qo'yish uchun o'rmalab chiqadida, o'sha tuxumlarni qo'yib bo'lgandan keyin o'sha tuxum atrofida yashaydi va u tuxumlari 4-6 soatda yetilib qurtga aylanadi. Mana shunday qilib bolaning organizmida sekin asta aktrisalar ko'payib ketadi. Aktrisalarning o'zi bir nechta kasalliklarda hattoki bolalarni operatsiyagacha olib boriladi. Apendikulyar o'simtalariga ular o'sha yerda yuqorida aytib o'tdik, ko'richakda yashash parazitlik qiladi dedik. O'sha apendikulyar o'smada ular kirib olib, appendisit belgilarini bularda berib operatsiya qilib ko'rganda va o'sha apendikulyar o'smani kesib ko'rganingizda o'sha yerda g'ujja bo'lib yotgan aktrisalar topiladi. Demak, aktrisalar shu daraja xavfliki, bolalarni o'sha appendisitgacha olib keladi, ichak tutilishlargacha olib keladi va bolalarda shunaqa bir og'ir oqibatlarga sabab bo'ladi. Ular bolalarning ichaklarida, ichak yo'llarida ko'pincha o'sha gijjalar bolalarda ichak yo'llarida topiladi. Chunki ichakda ichak suyuqliklari, ichak shirasi, ichak to'qimalari bilan oziqlanadi. Mana shu ularda yashash muhiti zo'r bo'lgan joylarda, bemalol parazitlik qila biladigan joylarda ular joylashib olib, bu organizmda parazitlik qiladi va shu tufayli ko'paya boshlaydi. Demak, bu chivinlardan ham yuqadi. Mana yuqorida aytib o'tildiki, hojatxonalarning axlatlarning yig'ilib qolishi va chivinlar tarqatadi. Chivinlar o'sha axlatga qo'nadida, oyoqlari bilan aktrisa urug'larini mevalarga, oziq-ovqatlarga qo'ngan vaqtida, bolalarning idish tovoqlarida qo'ngan vaqtida mana shu aktrisa urug'larini butun oila a'zolarida, jumladan bolalarda yuqish xavfi juda ham katta bo'ladi. Misol uchun, shu aktrisa urug'lari agar bolalarda kuzatilsa, aktrisa onalarimiz bolalarni o'sha to'ri ichaklari atroflarida agar topganlarida, albatta ular gelminetolog shifokorga murojaat qilishlari kerak va bolaning tezlik bilan davolash kerak. Bitta bola emas, butun oila a'zolari axlatlari tekshiriladida, butun oila a'zolari bir xil vaqtida davolanishi kerak bo'ladi. Aktrisalar topilgan vaqtida bolalarni o'rinlari, albatta har doim ham o'rinlari boshqa bo'lishi kerak. Bir bolaning ikkinchi boladan o'rinlari bitta bo'lmasligi kerak, kiyim-kechaklari alohida bo'lishi kerak. Ana shu narsalarga onalarimiz e'tibor qilishi kerak. Agar aktrisa topilgan bola bo'lsa, kiyimlari albatta qaynatiladi va ichki tomondan dazmollanishi kerak. Ularning axlatlari, misol uchun, bola tuvagiga o'tirgandan so'ng axlati ustiga qaynoq suv to'kib, keyin hojatxonaga bo'shatilishi kerak. Hojatxonadan tez-tez qaynoq suvlar bilan yuvish kerak, xlor bilan yuvib turishlari kerak. Mana shu narsalar hammasi tibbiy madaniyat hisoblanadi. Perianal teshiklari atroflarini qishish davrida bolalarda dermatitlar kuzatiladi. Bolalarimizning yotish vaqtida ularning uxlash, tinch uxlashlari bo'lmaydi. Ular tizza va tirsaklarida yotadi. Nima sababdan? Chunki o'sha ko'pincha ularni uyqusini buzib, o'sha aktrisalar qishishi natijasida bola majbur bo'ladi shu holatni egallashda. Mana shunday holatlar onalarimiz kuzatgan vaqtida, ular uxlash vaqtida og'izlaridan so'laklar ajralishi yoki tishlarining g'ijirlashi yoki qorin atrofida tutib turuvchi og'riqlar bo'lgan vaqtida onalarimiz albatta tibbiyot xodimlariga murojaat qilish kerak va bolalarni axlatini
3 kun ertalab birinchi axlatini har qayerdan olib, misol uchun axlatini bitta joyga o'sha urug'i tushgan bo'lishi mumkin, ikkinchi joyda urug' tushmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli axlatini har qayerdan olib, albatta axlatini laboratoriyaga topshirib, bolani analizini tekshirishlari kerak bo'ladi. Biz bolalarda uyda tibbiy madaniyatni agar hammamiz bir xil uyda tibbiy madaniyatni olib borsak, bola yoshligidan onasidan, bobosidan, buvisidan, otasidan, opa-ukalaridan, hammalaridan yosh bolalar tibbiy madaniyatni o'rganadi. Bolalar ko'chada sayrga chiqadi. Sayrga chiqishdan oldin u velosipedi bilan, samokatchasi bilan yoki moshinchalar bilan chiqish kerak. Agar bu narsalar tashqarida bo'lsa, bola bu narsadan foydalanishdan oldin onalarimiz albatta ularni changlarini tozalash kerak. Chunki changdan ham bu aslida urug'lari yuqadi. Bolalar ko'chada o'ynab kelgandan so'ng albatta bolalarni yuvintirib kiyimlarni almashtirish kerak. Shu kiyimlarda ham aslida urug'lari qolishi mumkin. Qo'llarida yana aslida urug'lari qaysi yo'llar bilan yuqishi mumkin. Shu sababli onalarimiz bolalarni albatta qo'lini tez-tez yuvishini, 6 bosqichda qo'l yuvish tartiblarini o'rgatib borish kerak. Bolalarda ishlatiladigan o'yinchoqlar 3 yoshgacha plastmassadan bo'lishi kerak. Bu plastmassalar plastmassa teshik plastmassa sapatchalarga solib, har kun ustidan qaynoq suv solib, u narsani tozalab, keyin onalar bolalarga ishlatishga ruxsat berishlari kerak. 3 yoshdan keyin bemalol bolalaringizga yumshoq o'yinchoqlar berishlaringiz mumkin. Chunki 3 yoshgacha bola hamma narsani og'ziga soladi. Mumkin emas. Onalarimiz shu narsani juda ham qattiq nazorat qilib borishlari kerakki, mana shu gijalar tuxumlari yo'qib qolishidan juda ham qo'rqib turishlari kerak. Ayniqsa qiz bolalarda juda ham yomon. Chunki qiz bolalarning anal teshigi, perianal teshigi bilan qinlari juda yaqin bo'ladi. Va shu sababli ana misol uchun kechasi o'rmalab chiqadigan o'sha asritsa qurti anal teshigi o'rmalab kirishi mumkin va o'sha yerda borib tuxum qo'yishi mumkin. Aytdik yuqorida 4-6 soatdan keyin bu tuxumlaridan qurtlar chiqadi deb. Mana shu qurtlar o'rmalashi natijasida bolalarda, qizlarda qichish paydo qiladi. Shunday bizni ish faoliyatimizda mana shunday holat bir bo'ldiki, shu yaqinda bo'lgan holat, qiz bola 8 yoshar qiz bolada mana shu qinida asrisa paydo bo'lgan va qiz bola 1-2 marta o'sha qichish bo'lgan vaqtida onasiga bildirgan o'sha qichish paydo bo'lishini va onasi unga e'tiborsizligi natijasida bola 1-2 barmoqchasini tiqib ko'radi, bo'lmaydi. Keyin ruchkani olib o'zi yaxshilab qashib o'sha joylarni jarohat qilgan va shu jarohat bilan bizga murojaat qildi. Chunki qiz bolalarda bu narsa juda ham xavfli. Qinida asrisalarning kirib chiqishi. Agar qiz bolalarda onalarimiz asrisa chiqqanini paydo bo'lganini sezsalar, vrachga murojaat qilib, davolanib yurgan vaqtlarida to uni organizmini asrisadan xalos qilguncha har kecha onalarimiz paxta bo'lagini moylab, anal teshigiga qo'yishi kerak va o'sha o'rmalab chiqadigan asrisalar o'sha paxtada kirib qolib kungacha bormaydi va onalarimiz qiz bolani mana shunday qilib asrab qoladilar. Demak, buni profilaktikasiga o'tmoqchi bo'lsak, albatta hojatxonalar aytib o'tilganimdek kanalizatsiyalashtirilgan bo'lishi kerak. Oshxonalarimiz yopiq bo'lishi kerak. Chimin kirmaslik kerak oshxonalarda. Agar chiminlar kelsa, har xil yo'llar bilan, turli xil yo'llar bilan chiminlarni yo'qotishimiz kerak. Bolalarimizni yoshligidan bog'chaga borguncha onalarimiz shu sababli 3 yillik ta'til beriladi. Bolalarga tibbiy madaniyatni o'rgatishlari kerak. Qo'llarini yuvishi, birovni kiyimini kiymaslik, o'rnini boshqa qilmaslik, mevalarni yuvib yeyish, qo'lni yuvmasdan turib hech qachon ovqat yemaslik. Mana shu narsalarni, har narsani og'ziga solmasliklarini onalarimiz albatta bolalarga o'rgatib borishlari kerak. Mana shunday qilsak agar bolalarimizni sog'ligini saqlagan bo'lamiz. Biz sog'liqni saqlash deymiz. Bu sog'liqni saqlash degani nima? Sog'lom odamni sog'ligini saqlash.
uchun qayg'urishimiz kerak. Shuning uchun bizning kanalimiz Shifokor ona kanali sizlarni sog'liklaringizni, bolalaringizni sog'liklaringizni saqlash uchun biz sizga shu kasalliklar qanaqa og'ir oqibatlarga olib keladi va ularni oldini olish to'g'risida biz har kun sizga albatta mana shunaqa video roliklar bilan onlayn sizlarga o'rgatib boryapmiz. Bu onalar maktabi. Demak, bu onalar maktabini siz har doim kuzatib boring, obuna bo'ling, layk bosing, yaqinlaringizga tarqating. Demak, bu bolaning sog'ligi uchun siz emas, butun aholi bu bilan shug'ullanishi kerak va bolalarimizni sog'ligini saqlash uchun qayg'urishimiz kerak. Hurmatli obunachilarimiz, bizni albatta kuzatib boring. Keyingi darsimiz sizlar uchun askariy dozlar to'g'risida bo'ladi. Askariy dozlar ham bolalar organizmida juda xavfli kasalliklarni keltiradi va ularni oldini olish uchun nimalar qilish kerak to'g'risida sizdan keyingi darsga uchrashguncha